Assalomu alaykum, kanalımızda hurmatli obunachilar, bugungi rolikimizda Urganch Xiva yo'lini tak bir 3 kilometrimiz kurukdan kelaverishda burullere yetmin zapravka bor. Zapravkaya yetmin ham bir kichkina bir shuda ko'mya bor, o'ylar bor. Shuni yon boshidan kirib kelasizlar. Hozir bu yerni ham video davomida ko'rsatib, keyin joyga kirib boramiz. Şurada buna endi men reklam etmedim, boshqalar reklama qildi. Yine shunday joylar bor. Şunu yan başından ötken yere Xudo xolasa joy o'rin bor, hurmatli obunachilar. Ona 20 dokumenti bor. Hozir chiqib yo'lning ustini ko'rsatib, yana ham qaytib ishidan kelib ketamiz. Yana hurmatli obunachilar, место положения endi bizdan Urganch Xiva yo'li. Bu tarafimiz quruq. Versal to'yxona quruq. Bu tarafimizda bizning buruller tomonidan domlar boshlanadi, toza domlar. Şu Xiva yo'lidan Urganchdan kelaverishdan metan, propan, onda metan o'xshaydi quri. Metanni teyindan kirasizlar ishida. Doğru borasizlar, ya'ni doğru borib yangi joylarga urilasizlar. Bu yerdan ko'rinishi ham mumkin bu joylar. Bunda yo'q. Bu yerdan ko'rinmaydi ekan. Ko'p yangi ko'rsatgan joylarga borib urilasizlar. Mestasa zor, hurmatli obunachilar. Ham doğru asfaltdan borasizlar ya, yechkaning ulay toprak bo'lib yotgan yeri yo'q. Bilasizlar, Urganch quruqdan berimiz bir 2 kilometr chiqar, ko'p chiqmaydi bu. Şimdi Askar Baba qabristoni yonidan kirib ketasizlar. Hurmatli obunachilar, qani ketdik esa, ichalar bilan bir dans chiqamiz, undan bir gap aytib ko'rsakman, kimdagi ko'rsatsak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizda o'rab ko'rsatish mumkin. Satışa yordam qilamiz. Birlikda kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Silkalarini YouTube'a chiqqan har bir videoni kommentariyada tashlab boramiz. Girib podpiska qilib qo'ysangiz, xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram. Qani ketdik esa, hurmatli obunachilar, ichalar bilan bir dans chiqamiz. Ana ko'rsatib o'tganning hurmatli obunachilar, emundan yo'l bor, chepa ketgan. Yana shu bir yo'l. Doğru shundan kelasizdan bu joyga urilgandan keyin o'ng taraf aylanib, ishkechadan borasizlar. Joyimiz zo'r. Dokumentine ega, suvi, sveti, gazı polностью o'tib turibdi. Endi joy bitgan ekan, orasa bilan o'tirasizlar, uni bilasizlar. Bu joylarni yana hozir Xudo xolasa 100 ming, necha ming deb o'tiribdi o'xshaydi. Buni egasini bilmayman. Ulug'roq va chiqib shuna. Ben tarafda ham ko'chalar ketgan, hurmatli obunachilar. Polni odamlar kelib joy qurib, yashab o'tiribdilar bu yerda. Bir de o'zi 2 satılıp mı, 1 satılıp mı? Arkadan bütün joy o'rin bo'ladi. Şu tarafda endi hamma narsa qurilib bo'lgan, yalp tashlanadi bu darvoza. Obunachilar. Endi bu joyda hozir ustalar ishlayapti. Zo'r chiqdi uglovoy bo'lib 20. Adashmasam shunday tushgan. Cho'g'on to'yatli o'tdi bu. Tak, bir yere girgandan keyin bu tarafda ham qurilishga ketib qoldi. Bu tarafdan ham joy o'rinlar sotilib bo'lgan. Yine bunda yine fakat ne kut bula уже fundament etip. Yerler hem уже satılgan. Şu bunda paksa durdu. Bir de bizde 400 kvadrat yerimiz var. 400 kvadrattan keyingi 10'a 20 joy. Hurmatli obunachilar. Ana 10 metr bo'lsa shuni yo'q tushadi. Yani iyinli bo'lib, zo'r bo'lib tushadi. Bu joyda bir şey battı. Hozir ko'rsatib o'tdim. Mana bu qulay ekan. Hurmatli obunachilar, shunga kelasizlar. 20 uyg'ulovini yan boshidan bunda kazık. Hurmatli obunachilar. Şu kazıktan yine 10 metre daha 20 o'zi. Keyin bu tarafda yine bir 10'a 20'lik o'zi bor adashmasam. Kazıktan 10 metre bana ölçüp bir de tabii şöyle yapıyorlar. Keyin bu tarafdan joy quraverasizlar. Joyimizni dokumenti bor, 100% doğru. Notariusda oldi berdi aytadi u. Hech qanday dokumentdan muammo bo'lishi mumkin emas. Nolimiz vecha gap yo'q. Beladayning vishkasi bor. Ya'ni telefonning antennasi bor. Ana simlar ham o'tgan, gazlar ham, suvi, sveti hammacha o'tib turibdi, hurmatli obunachilar. Maktabi, bog'chasi ana yo'llar yanında, buruller tarafda maktab ham bor, bog'cha ham bor.
Так что heç kənin bu nəsələrdən muamma oluşu mümkün emas. Samıqlarını caymağızın dokumenti var. Yine bu doğrudan bilin fundamenti koydular. Şimdi dokumenti yok nəsə heç kim fundament qılmıydı bu. Satıp alıp bana fundament qılıb koydular xuda xalasa. Mestası yaxşı. Ne olursan bir tınç yer. Təmizdə taza pasilkəlik, köynə pasilkə yox. Hürmetli amaçlar, şu bilen bu uyumuza başlanğan görüşümüzü xəzən etib boryatır. Keyingi ölkədə görüşüncə də kanalımız sağ bulunla, aman bulunla kanalımıza pat çakılışını unutmanglar. Videomuz yakkanmasa şu like, komentarı kütüp kalamız. Kimki ne ki iş başlayan olsa hemen beri başlayışımız hayırlı olsun. Rahmet etibarı için keyingi videolara sağlıkta, amanlıkta görüşüncə də kanalımız hem önünde yaxşı gün toytamasa bula versin. Hürmetli amaçlar, like'larını, gümbürdə təmiz fikir mülahadalarını komentarə yazıb kalırımız.